Bugun men sizga aytadigan narsam rostdan ham dahshatli vaziyat. Agar oldin boshqa videolarimda bu narsani aytmagan bo'lsam ham, lekin siz juda ham emotsional bo'lsangiz va tragediyalarni eshitganingizda o'zingizni yaxshi his qilmasangiz, bu videoni o'tkazib yuborishni maslahat beraman. Qolgan odamlarga esa omad va sabr tilayman. Chunki siz bugun Yaponiyada yaderniy obyektda bo'lib o'tgan portlash haqida bilib olasiz. Yaponiyaliklar juda ham rivojlanganning sababi ular ishsevar millat. Yaponiyaliklar soatlab ishxonada ishlashadi va ularning ish vaqti bu 12-6-7. Bu degani ular kuniga 12 soat, haftada 6 kun ishlashadi va faqat bir kun dam olishadi. Va bunaqa ish tempi albatta qiyinchilikka va stressga olib keladi. Karoshi termini. U haqida O'zbekistonda eshitmagansiz. Chunki bu termin Yaponiya va Xitoyda uchraydi. Karoshi bu ish paytida ishdan charchab, ish qiyinligidan o'lib qolgan odamlar. Menejerlar ishchilarga juda ham qiyin va o'z ishlariga kiritilmagan ishlarni bajarishni so'rashadi va ishga ertaroq kelishni tavsiya qilishadi. Ishni tugashi bilan esa ishdan hech kim ketmaydi va yana 1-2 soat ishda o'tirib ishlarni tugatishni so'rashadi. Vaqt ziq bo'lgan vaziyatlarda esa yaponiyaliklar o'z ish joylarida uxlab ham qolishadi va ularni bu ishlari uchun boshliqlar tanbeh berishmaydi, balki ularni maqtashadi. Agar ular ish paytida uxlab qolgan bo'lsa, ular juda ham ko'p ishlashgan deyishadi. Bu qanchalik yomon bo'lsa ham, psixologlar odamlarga kamroq ishlashni tavsiya qilsa ham, bu an'ana haligacha ham ishlab kelmoqda. Va bilasizmi, yomon tajriba ham tajriba va ularni bilib boshqa xato qilmaysiz deyishadi. Lekin bir xil xatolar shunchalik yomonki, bu xato qanaqa yomon vaziyatlarga olib kelganini ko'rib qo'rquvga tushasiz. 1999-yil beparvolik, ochko'zlik, xavfsizlik va ishni to'g'ri bajarmaslik va boshqarmaslik bir odamni aql bovar qilmaydigan azob uqubatiga olib kelganida. Sizlar bilan Aziz Habibullayev Togun Here kanalida. Videoga avans bilan like bosib obuna bo'lib qo'ying. Bu menga ko'proq sifatli video chiqarishga motivatsiya bo'ladi. Hammaga kattakon rahmat. Ertalab 30-sentyabr 1999-yil elektrostansiya texniklari Hisami Ouchi, uni yordamchisi Masato Shinahara va boshlig'i Yutako Yokak bilan Takayamura atomli elektrostansiyaga kelishganida. Bu oddiy kunlardan biri edi. Men ximik yoki esa fizik emasman va ularning ishini qanday tushungan bo'lsam, sizlarga aytib beraman. Bu qurilmalarning biri uranni qayta ishlab chiqarish uchun kerak edi va ulardan yoqilg'i stejini yasalardi va ular undan keyin boshqa atomli elektrostansiyalarda ishlatilardi. Bu ishni qiladigan tajribali odam yo'q edi. Bu ishni oddiy texniklar bajarardi. Protsedura qat'iy rejalashtirilgan edi. Qaysi rezervuardan nimani olib qo'yish kerak, qancha vaqt ajratilgan va qancha payt aralashtirish kerak. Va 3 yil oldin korxona protsedurani shu tarzda o'zgartirgandiki, nitrat uran eritmasini tayyorlash zanglanmaydigan po'latdan yasalgan chelakda bo'lardi. Qo'lda. Oldin esa eritish uchun boshqa baklarni ishlatishardi. Qo'polroq qilib gapirganda, bu qonuniy emas edi va davlat qonunlariga umuman to'g'ri kelmasdi. Lekin shuncha payt ichida biron marta xavfli vaziyat bo'lmagan edi. Chunki uran konsentrati juda ham kam edi va 3 ta ishchi kelganda zavod 2 kunga ishni kech qolayotgan edi va ular tezroq yaderniy stejni qilib berish kerak edi. Kompaniya ishchilarga bosim qilayotgan edi, ishni tezroq bitirib berish uchun. Shuning uchun texniklar protsedurani yana o'zlari o'zgartirishdi. Endi ular nitrit uranni paqirda emas, o'z qo'llari bilan quyishni boshlashdi. Hamda ular uran konsentratsiyasini 7 barobar normadan ko'proq ishlatishayotgan edi. Tezroq yoqilg'ini ishlab chiqarish uchun va tushunganingizdek, bu yaxshilik bilan tugamadi. Taxminan 10:35 da Ouchi va Shinahara uranni aralashtirishayotgan edi, lekin normadan 7 barobar ko'proq uranni ishlatishayotganda. Ouchi rezervuarga yon boshladi va Nahariga yordam berayotgan edi. U esa platformada uranni quyayotgandi va tasodifdan gamma nurlanish signalizatsiyasi ishlab ketdi. Ouchi, Shinahara va Yokakawa katta xato qilganini tushunib yetishdi. Aytishlari bo'yicha ularning 3tasi ko'k rangli nurni ko'rishgan edi. Bu Vavilova Cherenkova effekti va shu bilan juda ham ko'p energiya ishlab chiqadi va zarba to'lqini bo'ladi. Tovushdan tez uchuvchi samolyotga o'xshash narsa. Bu degani kontrol qilib bo'lmaydigan zanjir yadro reaksiyasi bo'lib o'tdi. Natijada xonadagi hamma odamlar gamma nurlarning o'lim dozasi bilan zararlanganida. Tushunishingiz uchun radiatsiyaning xalqaro e'tirof etilgan chegarasi bir kishi uchun 1 yilga 20 millizivetrov, o'limlik doza 5000 millizivetrov. Ouchi esa
bittada 17,000 millizimetrov dozasini qabul qilgan edi. Bu esa o'lim dozasidan 3 barobar ko'p edi. Shinahara 10,000 millizimetrov oldi. Yokokaya esa 3,000. 3 ta erkak yugurishga tushdi, lekin uzoq yo'lga yugurib o'tisha olmadi. Ouchi va Shinahara bittada achishtiradigan og'riqni sezishdi. Ular qushishni boshlashdi va nafas olish qiyinlashdi. Yakokavaga bu narsa ham sezildi, lekin u uzoqroqda bo'lgani uchun unchalik yomon emas edi. U yechinish xonasiga boradi, qusib yuboradi va hushidan ketadi. Zavodda o'sha paytoq evakuatsiya boshlandi, xatolikni to'g'irlash uchun va nurlanish boshqa odamlarga zarar olib kelmasligi uchun. Ouchi, Shinahara va Okukavani Chivida joylashgan radiologiya fanlar milliy institutiga olib ketishdi. Ouchining holati yaxshi bo'lmagani uchun uni Tokiyskiy universitetga olib ketishdi. U yerda kvalifikatsiyasi yaxshiroq bo'lgan doktorlar bo'lgani uchun. Kechqurun 30-sentyabr Ouchi universitetga yetib bordi. Bolnitsaga uni olib kirib, alohida boshqa palataga olib ketishdi. U yerda hamshiralardan biri unga qarab turardi. U aytishi bo'yicha ishkan qo'lga ahamiyat bermasa va yaqinda yonib ketgan ter haqida unutsa, Ouchi yaxshi edi. Kulib gapirardi, kuchi bor edi. Hamshiralardan biri aytishi bo'yicha Ouchi yaxshi edi va o'sha kunniyoq o'zida uyga qo'yib yuborishlari mumkin edi. Lekin hech kim bilmas edi. Ular eng yomon o'limni birinchi qadamini qo'yishganini. Doktorlar Ouchi atomli elektrostansiyada avariyaga tushganini bilgandan keyin uni ustidan tadqiqotlar qilishni boshlashdi va birinchi bo'lib uni suyak iligini tekshirishdi, muammolarni bilish uchun va ular analizdan keyin bilgan narsalar ularni shokka tushiradi. Ouchi bilan bo'lib o'tayotgan narsa oddiy vaziyat emas edi. Odamning organizmida soni yo'q miqdorda hujayralar mavjud. Ular o'lishadi va ozgina vaqtdan keyin yana paydo bo'lishadi. Bu ishlarni qilish uchun bizga xromosomalar yordam beradi. Chunki ularda hujayralar tiklanishi yozilgan edi. Agar xromosomalar ishlamasa, odam tirik qola olmaydi va Ouchining xromosomalari shunchalik shikastlangandiki, radiatsion portlashdan uni namunalari sho'rvaga o'xshab qolgandi. Bir xillari oynaga o'xshab bo'linib ketgandi, har xil joylarga tarqalib ketgandi va ajratish juda ham qiyin edi. Bir xillari anomal xromosomalarga o'xshab turgandi. Hujayralar qayta paydo bo'lish uchun sxemasi boshqa yo'q edi. Xromosomalar keraksiz bo'lib qolgandi. Doktorlar ko'rayotgan narsasiga ishonishmayotgan edi. Lekin nimaga Ouchi o'zini yaxshi his qilayotganini hali hech kim tushunmas edi. Doktorlar bir qarorga kelishdi va Ouchi hozir arvoq stadiyasidaligini aytishdi. Bu paytda odamni tanasi bir necha soat yoki kunlar o'zini yaxshi his qilishi mumkin. Portlash oldin Hisashi hujayralari bor edi va ular hozir ishlab turgan edi. Shuning uchun ozgina vaqtdan so'ng radiatsiya o'z kuchini ko'rsatishni boshladi. Oson qilib gapirganda, u xuddi sekin harakatlanuvchi bomba edi va dahshatli og'riqlar mana yaqin boshlanish kerak edi. Xromosomalarning funksionalligini yo'qotishdan tashqari, qondagi leykositlar darajasi ham tushib ketgan edi. Uni kasallik va infeksiya yuqish oson bo'lib qolgandi. Bu muammoni to'g'irlash uchun bosh doktor Kazuhiko Mayakawa uni steril xonaga o'tkazishni qaror qildi. U yerda u har doim boshqa ko'chadagi kasalliklardan himoya qilinardi. Ouchini infeksiyalardan uzoqlashtirishgandan keyin doktor tushunib yetdi. Ouchi tirik qolish uchun unga yangi xromosomalarni quyish kerak edi. O'shanda xromosomalar hujayralarni ishlab chiqarardi va Ouchi tirik qolish mumkin edi. Doktor eksperimentni qilishga qaror qildi. Uni nomi o'zak hujayralarni gematatsiya transplantatsiyasi edi. Uning uchun donordan sog'lom ko'mik hujayralarni olib Ouchiga ko'chirish kerak edi. Sog'lom hujayralar unga tushganda, so'ng u yana hujayralarni ishlab chiqarishni boshlash kerak edi. Lekin yana bir muammo bor. Bu usulni qilish uchun immuniy sistema bir xil bo'lish kerak edi. Hisashining opasi bor edi va analizdan so'ng uni hujayralari to'g'ri kelishini aniqlashdi va operatsiya bo'lib o'tgandi. Uni oilasi baribir ham qo'rqib turgandi, chunki Ouchi dunyoda birinchi marta shu operatsiyani qilayotgan edi. Doktorlar bilishardi, radiatsiya uni organizmiga juda ham katta zarar olib kelgandi va har kuni uni oilasi u bilan ko'rishardi va har kun doktorlar qanaqa o'zgarishlar bo'layotganini aytib turardi va bir tomondan sizni bolangiz o'lishiga tayyor bo'lib turing deyishardi. Ouchi esa qanchalik yomon vaziyatdaligini hali tushunmayotgan edi. Shifokorlardan biri Ouchini gapini aytib beradi. Men bolnitsani 1-2 oyda tark etaman deb o'ylagan edim, lekin bu cho'ziladiganga o'xshaydi shekilliga. Keyin esa u o'zini nurlanishi haqida so'ragan edi. Bunaqa katta nurlanishdan keyin men leykemiyadan zararlanishim mumkinmi? Ouchi hali bilmas edi uni vaqti yetmasligini, leykemiya uni organizmida tarqalishiga. Ozgina vaqtdan so'ng radiatsiya jismoniy alomatlari ko'rinishni boshladi. Ouchini teri to'kilardi. Mediklar sezishdi.
ular Ouchiga bintlar yopishtirgandan keyin bint bilan uni teri yulinib chiqayotgan edi. Shuning uchun ular bintlar ishlatishni to'xtatishdi va umuman uni teriga hech nima yopishtirmas edi. Keyin uni o'pkalari suyuqlik bilan to'lishni boshladi va nafas olish unga qiyinlashdi. Bu paytda unga qimirlash va hattoki gapirish ham ancha qiyin edi. Lekin uni ruhiy kuchim zo'r edi. Odamlar bilan kulib gaplashardi. Ayoliga "Men seni yaxshi ko'raman" derdi. Hamshiralar aytishi bo'yicha bu gaplar ularga ancha kuch berardi. Ouchini o'pkasiga to'xtamasdan suyuqlik yig'ilib qolishni boshladi. U umuman nafas olishni to'xtatdi va doktorlar uni sun'iy nafas olishga o'tkazishdi. Hamda endoskopiyadan so'ng ichak membranasi o'lgan edi va devordan tushib ketayotganini aniqlashdi. Odam ichagi shilliq parda bilan qoplangan bo'ladi. Hazm bo'lish va mikroblardan himoyalanish uchun bu juda ham muhim. Bu narsa odamni organizmiga tushib kelayotgan oziq moddalarni ushlab turarlardi va bu narsa ochlik va suvsizlikka olib keladi va oxirida o'lim bo'ladi. Lekin o'lim ancha yaxshiroq edi. Ouchi shu yaqin kunlarda his qiladigan narsalardan ko'ra. Nima bo'lganini tushunishingiz uchun doktor Mayakao yana bitta test qilib ko'rdi. Unga yangi qo'yilgan xromosomalar yangi mikroorganizmlarni chiqarishga kuchi yetmayotgan edi va hattoki ular ham zararlanayotgan edi. Uni ichida shunchalik ko'p radiatsiya bor edi. Bu degani Ouchini hamma davolanishi yana orqaga qaytib qolganda. Doktor Mayakao xafa edi, chunki u bu yomon yangilikni uni oilasiga aytish kerak edi. Ouchida esa shu payt me'da ichak yo'li bilan muammolar boshlangan edi. U o'z ichaklarini boshqara olmayotgan edi va uni har doim qorni og'rib turgandi. Hamda ichakning ko'chgan membranasi unda ichki qon ketishni boshlagan edi. U juda ham tez qon yo'qotardi va bu tufayli doktor Mayakao unga qon quyishni boshladi. Tushunishingiz uchun har kuni Ouchiga 10 martalab qon quyishardi va bu og'riqni sezmaslik uchun unga fentanin ham berishardi. Lekin uni qo'li va tanasi baribir ham pufakchalar bilan to'lib yotgan edi. Bu tufayli uni organizmi suyuqlik ushlab tura olmas edi. Bu esa suvsizlikka olib kelardi. Aytishlari bo'yicha u kuniga 8-10 litr suyuqlikni yo'qotardi va ularni hammasini qaytadan kapelnitsadan to'ldirishardi. Ouchini qolgan terini saqlab qolish uchun doktorlar uni tanasini to'liq marli bilan o'rab qo'yishdi. Lekin bu yordam bermagan edi. Bir necha soatdan so'ng marlilar to'liq qon bilan to'lib bo'lardi. Uni organizmidan shunchalik ko'p suyuqlik chiqardiki, doktorlar hisoblab o'tirishardi. Uni organizmiga kapelnitsadan qanchalik ko'p suyuqlik quyishni bilish uchun. U payt Ouchi hammasini bilgandi va hayoti tugaganini tushungan edi. Medsestra uni gaplarini yozib olgandi. Boshqa kerak emas. Men uyga ketaman. Iltimos, meni to'xtatinglar. Aytishlari bo'yicha Ouchi fentanil tufayli o'z onasini chaqirardi. Uni teri shunchalik kuchsiz bo'lib ketgandiki, uni ko'zlari boshqa yopilmas edi. Yig'layotganda esa ko'zdan qon chiqardi. Og'riq tufayli unga juda ham ko'p narkotik moddalarni berishardi. Og'riqni sezmasdan uxlash uchun. Doktor Mayakao ota-onasi bilan gaplashib, uni holati yaxshi emas va u faqat yomonlashib borayotganini tushuntiradi. Oila unga bor kuchini ishlatib, Ouchini qutqarib qolishni so'radi. U qila oladigan bitta narsa u laboratoriyada o'stirilgan terni massiv ko'chirib o'tkazishida. Mayakao umid qilgan edi. Agar ter yashab ketsa, undan suyuqlik chiqib ketish to'xtashi mumkin edi. Bu payt esa ular unga yordam berish uchun boshqa usullarni qidirib turishardi. Lekin Ouchidan shunchalik ko'p suyuqlik chiqardiki, unga o'rnatilgan yangi ter to'kilib tushdi. 2 oydan beri Ouchi bolnitsada yotgan edi. 10 martalab yangi qon quyishgan edi, yangi ter o'rnatishgan edi, yangi xromosomalar qo'yishgan edi. U sun'iy o'pka yordamida nafas olayotgan edi. Uni teri chirib ketgandi. Ko'zi hattoki uxlayotganda ham yopilmas edi, chunki uni qovoqlari yo'q edi. Uni tanasidan to'xtamasdan qon chiqardi va u juda ham qattiq og'riqlarni sezayotgan edi. Lekin u tirik edi. Yangi qon quyishlarning yana bitta minus tarafi bor edi. Ouchini yuragi minutiga 120 marta urardi. Xuddi u marafonda yugurib yurgandek. Uni yuragiga kelayotgan yuklama juda ham baland edi. Kuchsiz odam uchun bu yaxshilik bilan tugamas edi. Keyin esa uni yuragi to'xtadi. Doktorlar yurakni jonlatish mumkin emas degan buyruqni olishmagan edi. Shuning uchun ular reanimatsiyani boshlashdi va u yana urishni boshladi. Keyin esa yana to'xtadi. Ouchini yuragi 3 marta urib, 3 marta to'xtagan edi. Uni yuragi tez urayotgan edi va yurak uchib yonishi Ouchini miyasiga va butun organizmiga juda ham zarar edi. Uni oilasi uni yoniga kelganida Ouchi hech kimni tanimagan edi. O'sha payt Ouchi nima bo'layotganini ham tushunmas edi. Uni hayoti to'liq tibbiy uskunalar bilan bog'langan edi. Uni organizmida shunchalik ko'p zararlangan hujayralar bor ediki, ular yaxshi hujayralarga hujum qilishni boshladi va uni organizmida
90% zararlangan hujayralar qoldi va hattoki oddiy gripp ham uni 1 soat ichida o'ldirishi mumkin edi. 81 kundan so'ng Ouchi больницаga kelgandan keyin doktor uni oilasini yig'di va Hisashi Ouchini qutqarish mumkin emas dedi va agar uni yuragi yana bir marta to'xtasa, uni jonlashtirish shart emas dedi. Uni oilasi rozi bo'ldi va reanimatsiya qilishni to'xtatishdi. Va 83-kun Hisashi Ouchini yuragi to'xtadi va u vafot etdi. Bu vaziyatda kim ko'proq aybdorligini tushunish juda ham qiyin. Ouchi ishlaydigan zavod albatta aybdor, lekin doktorlar har balo bilan uni davolashga harakat qilishgan yoki uni oilasi uni jonini qutqarib qolish uchun hamma narsaga tayyor edi. Men kim aybdorligini bilmayman, lekin hech kim hech qachon bunaqa vaziyatga tushishini xohlamayman va qanchalik ko'p odamlar bu narsa haqida bilishsa, kelajakda bu narsa yana qaytarilishi imkoniyati kamroq bo'ladi. O'z fikringizni esa kommentariyada yozib qoldiring. Videoni esa shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Bu menga ko'proq sifatli video chiqarish uchun motivatsiya bo'ladi. Sizlar bilan Aziz Habibullayev Togun He kanalida edim. Hammaga katta rahmat.